Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda gaz va elektrga oldindan to'lov qilganlar uchun eski narx 2 oy amal qiladi. O'zbekistonda 2026-yil 1-iyundan elektr energiyasi va gaz tariflari oshiriladi. Hukumat qaroriga ko'ra, narx ko'tarilishidan oldin hisobida yetarli pul bo'lgan iste'molchilar 2 oygacha eski tarifda to'laydi. 2024-yil 31-maydagi hukumat qarorida elektr toki va tabiiy gazdan foydalanish qoidalari tasdiqlangan. Hujjatga asosan gaz va elektr tariflari o'zgargan kundan boshlab aholi 2 oyda, boshqa iste'molchilar 1 oydan ortiq bo'lmagan muddatda avans tariqasida to'langan hajm uchun qo'shimcha to'lov qilishdan ozod etiladi. Masalan, iste'molchi oyiga o'rtacha 200 kWh elektr tokidan foydalanadi. Bu eski tarifda 120 ming so'm bo'ladi. 1 kW 600 so'm. Agar fuqaro 31-iyungacha keyingi 2 oy uchun 400 kWh 240 ming so'm oldindan to'lov qilsa, hisob-kitob avgustgacha eski tarif bo'yicha amalga oshiriladi. Agar iste'mol to'langan miqdordan oshsa, ortiqcha qismi yangi tarif bo'yicha 650 so'mdan hisoblanadi. Gaz va elektr toki qimmatlashadi. Hukumatning 2025-yil qarorida har yili 1-maydan elektr va tabiiy gaz narxlari 10% dan yuqori bo'lmagan miqdorda indeksatsiya qilib borilishi belgilangan edi. Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslari narxlarini belgilash to'g'risidagi qarori bilan 2026-yil 1-iyundan elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari tasdiqlandi. Qarorga muvofiq 1 va 2 guruh iste'molchilari uchun elektr energiyasining 1 kWh 1100 so'm etib belgilandi. 4-guruh iste'molchilar uchun ham elektr energiyasi 1 kWh 1100 so'mni tashkil etadi. 3-guruh, shu jumladan aholi uchun tabaqalashtirilgan tariflar saqlanib qoldi. Xususan, ovqat tayyorlash uchun markazlashgan holda elektr plitasi bilan jihozlangan ko'p qavatli uylar va yotoqxonalarda yashovchi aholi uchun oyiga 200 kWh gacha 325 so'm, 201 kWdan 500 kWh-gacha 450 so'm, 501 kWh-dan 1000 kWh-gacha 550 so'm etib belgilandi. Qolgan maishiy iste'molchilar uchun oyiga 200 kWh-dan 650 so'm, 201 kWh-dan 500 kWh-gacha 900 so'm, 501 kWh-dan 1000 kWh-gacha 1100 so'm etib belgilandi. Yuqori hajmdagi iste'mol uchun oshirilgan koeffitsiyentli tariflar saqlanib qoladi. Tabiiy gaz bo'yicha barcha iste'molchilar uchun alohida toifalardan tashqari 1 kub metr gaz narxi 2000 so'm etib belgilandi. Avtomobillarga gaz to'ldirish kompensator shoxobchalari uchun tarif 1 kub metr uchun 2750 so'mni tashkil etadi. Aholi uchun tabiiy gaz tariflari ham tabaqalashtirilgan tartibda saqlanib, isitish mavsumida oyiga 500 kub metrgacha, boshqa mavsumlarda esa 100 kub metrgacha iste'mol uchun 1 kub metr gaz 1100 so'mdan hisoblanadi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.